Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlarga yana bir bor sabr qanoatli bo'lishingizni, albatta bu illatni biz birgalikda yengib o'tishimizni ta'kidlab qolaman. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilab, yanada e'tiborli bo'lishingizni so'rayman. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling. Biz albatta bu illatni birgalikda yengib o'tamiz. Sizlarga materialshunoslik fanidan keyingi ma'ruzamiz rangli metallar va ularning qotishmalari deb nomlangan ma'ruza slaydlarini taqdim qilaman. Demak, u quyidagi reja asosida tayyorlangan alyuminiy va uning qotishmalari, mis va uning qotishmalari, titan va uning qotishmalari, magniy va uning qotishmalari bo'lib, demak, avval alyuminiy va uning qotishmalari to'g'risida gapirib o'tsam. Alyuminiy rux, mis, margnes va boshqa elementlar bilan hosil qilgan birikmalari alyumin qotishmalari deyiladi. Demak, sanoatda sof holatdagi metal bor va bir yoki bir necha elementlarni birga suyuqlantirish natijasida hosil qilgan birikma ko'rinishidagi qotishmalar mavjud. Demak, sanoatda asosan qotishmalar ishlatiladi. Demak, alyumin qotishmasi metallar orasida eng keng tarqalgan. Demak, rangli metallar orasida eng keng tarqalgan, tannarxi nisbatan pastroq, mashinasozlik sanoatida nisbiy puxtaligi, elektr va issiqlikni yaxshi o'tkazuvchanligi, korroziya bardoshliligi bilan ijobiy hosillarga ega. Demak, barcha metallarimiz 3 xil kristal panjaraga ega bo'ladi. Yoqlari markazlashgan, yuza markazlashgan hamda geksagonal ko'rinishda. Alyuminiy kristal panjarasi yoqlari markazlashgan kub ko'rinishda. Demak, nisbiy uzayish koeffitsiyenti 10 dan 25% gacha. Mustahkamlik chegarasi 9 dan 12 gacha kilogramm taqsim millimetr kvadratga teng bo'lib, qattiqligi esa 25 dan 35 gacha mavjud bo'ladi. Zichligi 2700 kilogramm taqsim metr kubga teng. Demak, alyuminli yengil metallar guruhiga kiradi. Sababi solishtirma og'irligi 5000 kilogramm taqsim metr kubdan kam bo'lgan metallar yengil metallar deb nomlanadi. Alyuminiy xalq xo'jaligida, sanoat tarmoqlarida juda keng qo'llaniladi. Demak, xalq xo'jaligida ma'lum korpus detallarimiz o'sha mustahkamligi yuqori bo'lgan, bir necha yil ishlatamiz alyuminiydan tayyorlangan xalq xo'jaligidagi materiallarimizni. Sanoatda esa korpus detallari, muhim elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan detallar va boshqa hokazo detallar alyuminiydan tayyorlanadi. Alyuminiy 3 turga guruhlanadi. Demak, alyuminiy tarkibiga qo'shiladigan qo'shimchalarga qarab turib, alohida toza, yuqori toza, texnik toza guruhlarga bo'linadi. Bu yerda keltirilgan markalardagi raqamlar uni qo'shimchalar miqdorini bildiradi va bu sanoat tarmoqlarida quyidagicha markalanadi. Alyuminiyni birinchi qotishmasi demak dur alyuminiy bo'lib, dur alyuminiy so'zi lotincha durus, ya'ni qattiq va alyuminiy so'zlaridan tuzilgan bo'lib, qattiq alyuminiy degan ma'noni bildiradi. Bu o'rtacha puxtalikdagi qotishma. D harfi bilan belgilanadi markalanishida va D harfidan keyin raqam keladi. Uning tarkibiga qo'shilgan magniy korroziya bardoshliligini keskin oshiradi va qayta kristallanish haroratini ko'taradi, mexanik xossalarini yaxshilaydi. Keyingi qotishmamiz sulyuminlar. Demak, sulyuminlar eng yaxshi quymakorlik xossalarga ega, yaxshi kesib ishlanadi, payvandlanadi, kompressor korpuslari, blok silindrlari, porshonlari quyidagi qotishmamiz, ya'ni sulyumindan tayyorlanadi va quyidagicha markalanadi. Rangli metallarda eng muhim xususiyat bu suyuq oquvchanlikka ega bo'lish. Demak, sulyuminlar suyuq oquvchanlikka ega bo'lgan yaxshi puxta qotishma hisoblanadi. Shuning uchun quyidagi detallar suyuq oquvchanligi muhim bo'lganligi uchun sulyumindan tayyorlanadi. Keyingi qotishmamiz magnanillar. Demak, o'zida eftektika fazasi yo'qligidan quymakorlik xossalari yetarli yuqori emas. Har xil qo'shimcha elementlarga sezgir. Markalanishi quyidagicha bo'ladi. Demak, u ligirlansa puxtaligi
keskin ko'tariladi. Shuning uchun legirlovchi elementlar sifatida quyidagi elementlar qo'shiladi va mexanik xossalari legirlangandan so'ng yaxshilanadi. Keyingi slaydimizda mis to'g'risida gap boradi. Demak, mis va uning qotishmalari to'g'risida. Sof holatda tabiatda mis 1083 gradusda eriydi. Sof holatdagi mis. Va alyuminga nisbatan tan narxi nisbatan qimmat, elektr o'tkazuvchanligi yuqori, korroziyaga yuqori bardoshlilikka ega. Zichligi, solishtirma og'irligi 893 kg taqsim santimetr kubga teng. Kristal panjaralari yoqlari markazlashgan kub bo'lib, mustahkamligi sigma 240 megapaskalni tashkil qiladi. Nisbiy uzayish koeffitsiyenti 50% ni, qattiqligi 1 yil bo'yicha 35 ni tashkil etadi. Mis qotishmalaridan, demak, keyingi qotishmamiz latum bo'lib, demak, latum bu mis bilan rux qotishmasi hisoblanadi. Bu yerda asosiy legirlovchi element, ya'ni komponent tashkil etuvchi bo'lsa, qotishma latum deb ataladi. Ikki komponentli, ko'p komponentli bo'lishi mumkin. Komponent bu tashkil etuvchilar hisoblanadi. Asosan qotishma degani bir va undan bir necha, ya'ni komponentdan tashkil topgan bo'ladi. Latumni markalanishi quyidagicha, demak, bu yerda son, bu yerdagi misni miqdorini, foizdagi miqdorini, qolgani esa demak ruhni bildiradi. Keyingi qotishmamiz bronza hisoblanadi. Demak, yuqoridagi ta'kidlab o'tganimizdek, mis qotishmalari ham suyuq oquvchanlik xususiyatiga ega. Shuning uchun mis qotishmasidan ham quymakorlikda keng foydalaniladi. Yaxshi quyma detal hosil qilish mumkin, suyuq oquvchanligi yuqori. Mis qotishmasida asosiy komponentlar, demak, qalay bilan alyuminiy, berilli, rux, qo'rg'oshin bo'lsa, qattiq bo'lsa, qotishma bronza deyiladi. Demak, bronzada aynan shu elementlar tarkibida mavjud bo'lib, markalanishida ularning miqdori keltiriladi. Bu sonli miqdorlardan qolgani esa misni bildiradi. Keyingi qotishmamiz titan qotishmasi bo'lib, yuqori va quyi temperaturalarda xossalarni saqlay oladi. Titan plastikligi sababli sovuqlikda va qizirilganda bosim bilan yaxshi ishlanadi. Iner muhitda yaxshi payvandlanadi. Demak, yuqori haroratda eriydigan metallar guruhiga kiradi titan va 1725 gradusda eriydi. 3000 gradusda esa qaynaydi. Solishtirma og'irligi 4,54 kg taqsim santimetr kubga teng. Titan asosan ikki xil allotropik shaklga ega. Demak, beta va alfa allotropik shaklga ega bo'ladi. 882 gradusdan yuqorida beta qutbga o'tadi. Pastda esa, bu haroratdan pastda alfa qutbda, ya'ni alfada kristallik panjarasi geksagonal ko'rinishda, atomlari zid joylashgan ko'rinishda. Betada esa kristal panjarasi hajm markazlashgan kubda, kub ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun ikki xil allotropik ko'rinishda bo'ladi titan. Bu yerda geksagonal ko'rinishdagi titanni kristal panjarasi keltirilgan. Qanchalik atomlar zid joylashgan bo'lsa, shunchalik metal qattiqligi yuqori bo'ladi. Titan qotishmalaridan tayyorlanadigan detallar payvandlanuvchanligi to'g'risida qisqacha aytib o'tsam, titan asosan qiyin eriydigan metallar bo'lgani uchun bu qotishmalar inert gazlar muhitida, kislorodsiz flyuslar ostida elektr yo'y yordamida elektron nurda payvandlash joylari eritib payvandlanadi. Ba'zi holda titandan tayyorlangan buyumlar vakuumda va himoya gazlar muhitida diffuzion hamda moddalarning portlashi bilan payvandlanishi mumkin. Keyingi qotishmamiz magniy bo'lib, magniy qotishmalari alyumin, rux yoki marganez qo'shib suyuqlantirish yo'li bilan olinadi. Termik ishlash magniy qotishmalari mexanik xossalariga kam ta'sir qiladi. Demak, shuning uchun bu ahamiyati, demak, xususiyatini o'zgartirmagani uchun termik ishlov berish umuman ahamiyatli emas. Quyma magniy qotishmalaridan ayrim quyidagi detallar tayyorlanadi. Bundan tashqari bu magniy qotishmalaridan to'qimachilik, paxta sanoat
detallarini xossalari to'g'ri kelgan uzellarga qo'yish uchun magniydan tayyorlashi mumkin. Shuning bilan qisqacha ma'ruzamiz yakunlandi. Ma'ruza bo'yicha yoki kurs bo'yicha hurmatli talabalar, savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali jo'natishingiz mumkin. Xohlagan paytda savol beradigan bo'lsanglar, javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.